أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد. Biz o'tgan darsda tahoratning sunnatlarini bir-birlab sanab sivak ustida to'xtalgan. Misvak ishlatish. Shunami? Qala, yani shu İbrahim al-Mawsili dedi demakchi. Qala al-musannif rahimahullohu taala wal madmadatu wal istinshaqu thalatha. Tahoratning sunnatlaridan og'zini chayqash va burni chayqash. Bunu 3 qatimdan deydi. Aslida shu og'iz burni chayqash har ikkilisi sunnat. 3 qatimdan qilish u ayrim bir sunnat. Ya'khudhu li kulli marratin ma'an jadida. Har bir qatim og'iz burni chayqagan chaqda yangidan suv oladi. Limuwazabatihi sallallohu alayhi vasallam ala zalika kadalik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashunda har bir qatimga yangidan suv olib og'iz burni chayqaganlik uchun deydi. Davomli shunda qartilib kelgan. Og'iz burni chayqashni boshqa Hanbaliy mazhablarda masalan vojib deyish mumkin. Ba'zilar masalan Hanafiy mazhabda g'usl qilgan chaqda farz, tahorat sunnat. Ba'zilar buning tam aksi, tahoratda farz, g'usl sunnat. Ba'zilar har ikkisi sunnat deyish mumkin. Ba'zilar har ikkisi farz deyish mumkin. 4-5 xil qarashlar bor. Qala ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد. Beşinin cimi yerine çaşlarını demekçi ve iki kulakını mı kolu bir katım su elip mesih qilish dedi. Bu mu tahoratning sunnatlaridan. Lima ruya annahu sallallahu aleyhi ve sellem tawaddaa ve masaha bi jami'i ra'sihi. Bunun delili Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem tahorat olgan chaqda beşinin ham yeriga mesih qilgan. Ayetdeki vamsahu bi ru'usikum degan aş ibarəni tushunishda ulamalar har xil tushunadi deb biz yuqorqi darsda o'tib ketgan. İmam Malik bilan İmam Ahmad beshin ham yerga masx qilishi lozim deb Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatga tayangan. Beshining oldi tarafidan silgancha oq tarafiga burib, oq tarafidan old tarafiga keldi degan shu sahih hadis. Yani lima ruya deb iborat surishim aslida taz joyida emas. Nima uchun? Bu sayyidis kelgan rivoyat ma'lum. Lima sahha deyish kerak. Yuqorqi ba'zi urildi shunda deyilgan lima sahha deb. Lima ruya yani bu sigat tad'if bo'lib qoldi odatda. Hadisning rivoyatini ojizlashtirgandek bir ahvol. Başının kötülemlik son mesih kılıştırır. Nerede anlayı Peygamberimizin sünnetiyle başının anlayıda mesih kılıştırır. He. Bunlarsa kayısmanlar Hazırımda Hanafi mazhabının tushunigini ma'lum. Oyatda farzning birini chal qo'ymay bayon qilyapti dedi. Deb birusikum deganni boshqa bir hadisda masaha bi nasiyatihi wal imama degan ash rivoyat bo'yicha tushunib boshning 4dan biri deb bekitdi. Hamda yana bir hadisda beşning hamma yerga masih qildi deb kelgachga ikkilisi tang amal qilamiz deb 4dan birini masih qilish farz, hamma yerni masih qilish sunnat deb mana muvofiq tushunibdi. Mana vaqat taqaddama annahu masaha bi nasiyati. Mana yuqorida shu beshning oldi tarafi yoki kukulisi tarafiga masih qilganligi bayon qilingan. Unda o'rniken fayakunu fardan. Shu 4dan birga qilgani bu aqlli miqdor bo'lg'achqa buni farz deb tushunamiz. Buningdan kam bo'lsa bo'lmaydi, eng tuvanchiki deb tushunamiz. Va yakunu mashhul jami'i sunnah. Undan boshning hamma yerga masih qilish sunnat bo'ladi deb shuni tushunamiz dedi. Va qala sallallohu alayhi vasallam al-udunani min ar-ra's. Hamda ma'vu quloqqa masih qilish munosabatlik rivoyat. Ikki quloqmi boshqa tava başının bir qismi endi. Ana bu hadisni ojiz deb qaraganlar bor. Sahih deb qaraganlar bor. Lekin tekshirib kelsak, İmam İbn Daqiq al-Aid al-Imam degan kitobida, İmam Zeyla'i Nasbur Ra'ida ben qilganda hasan darajalik hadis.
Şeyh Albani İrval Galil ve Silsil Sahiha'da Seyyid bağlagan. Lakin bu Hasan derecelik hadis buldu. Bu iki kulak başqa tava başning bir qismi degini bu yerda vel muradu bayanul hukmi dunal xilqa. Yani bu yaratılışda bu kulak başning bir qismi deb buni bayon qilish emas. Aşı masx qilganda yani tartilishda quloqni masx qilishingiz kerak demakchi muhaddisda deydi. Yaratılışda. Al-xilqa degan yaratilishi. Yani yaratılışda mesela quloq shu boshqa tava yaratilganmi deb unda bayon qilish maqsad qilinmadi. Chunki zammalarga aniqandi shu boshda turadigan narsa quloq degan. Lekin bu yerdagi maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bayon qilmoqchi bo'lgani shar'iy ahkamlarga chetishlar. Ya'ni siz beshingizni masx qilgan chog'da quloqni masx qilish bor demakchi deydi. Yani quloqqa masx qilish masalasi boshning bir qismi desak quloqqa masx qilish kelib chiqadi. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda va masaha bi udunayhi zahirihima va batinihima deb kelgan. Ikki quloqning ichi va sirtiga masx qildi. Qo'shimcha rivoyatda Hisham ortiq rivoyat qilib va adkhala asabi'ahu fi simaghi udunayhi barmog'ini quloqining ichiga tiqdi deb bayon qilgan. Bu hadisni Shayx Albani saydiga hadis. Hanifi mazhabning shu quloqqa masx qilish degan qarashi jumhurning qarashi. Ikki quloqqa masx qilish sunnat. Lekin Hanifi mazhab bilan Shafi'i mazhabning o'xshamaydigan yeri yuqori qarasanglar Al-Muxtarning matnida va mashu jami' ar-ra'si wal udhunayn bima'in wahid fa deb yozib qo'ydi. Yani İmam Shafi'i boshqa qarashda demakchi. İmam Shafi'i rahmatullohi alayhi boshqa masx bo'lgandan keyin ayrim qo'limizni namdab turib quloqni masx qilamiz degan. Hanifi mazhabda shu bir qatim nam degan qo'l bilan boshqa va quloqni masx qilamiz degan. Lekin ko'pchilik olimlar quloqqa masx qilishni sunnat deb qaraydi. Hanifi mazhabga o'xshash. Qala va tahlilul lihya soqolni barmoq bilan aralash deydi. Soqol nihoyatda bomba soqol bo'lsa yoki jiqroq soqol bo'lib qolsa, sirtini yuvish bilan ham kifoyalanmay, soqolni qo'l bilan aralaymiz. Lima ruya annahu sallallohu alayhi vasallam kana idza tawadda'a shabbaka asabi'ahu fi lihyatihi ka'annaha asnanul misht. Tağaqninki tishlardek barmoqni shunda giralashtirib aralagan deydi. Demak, mushadis hozir ojiz deydi. Mush rivoyat ojiz. Lekin uningdan boshqa rivoyatlarni qo'shib deganimizda soqolni aralash ahvolini hasan darajasida isbotlash mumkin. Undan keyin soqolni aralashmo sunnat hisoblandi. وقيل هو سنة عند أبي يوسف جائز عندهما. وقيل degan Hanifi mazhabda shu bizning imomlarimiz tahlil lahya sunnat dedi degan qarash shu hisob. Lekin ba'zilar rivoyat sal o'xshamamdiki Abu Yusufning nazarida sunnat ishkaylan sunnat deb qaramaydi, joiz deydi degan ulamolar bor ekan. Lekin bu qarash ojizan. Abu Yusufni chiqarib aytgandan keyin indahuma deb ishkaylarni qoldirsak, İmam Abu Hanife bilan Muhammad ibn Hasan. Bu ishkaylarni at-tarafan deydi Hanifi mazhabda. Abu Yusuf bilan İmam Abu Hanife bo'lsa ash-shaykhan, ama ikki shogird bo'lib qolsa as-sohiban. Lianna as-sunnata ikmalul fard fi mahallihi. Chunki sunnatning mazmuni nimada iborat esa, bir farzni qilgan bo'lsak, shuni o'z joyida tahma to'liq mukammal qilishdan iboratda. Va batinul lihyati lam yabqa mahallan lil fard. Soqolning orasi u farz bir yuvish yoki namdash degandek bir ishning o'rni emas. Undan ekan sunnat emas deb qaragan deydi. Lekin shu kitobning matnidagi sunnat degan qarash Hanifi mazhabida shu hisob. Qala va tahlilul asabi'i, ya'ni barmoqlarni aralash. Li'annahu ikmalul fard fi mahallihi. Barmoqni qo'lni yuyitdik. Bu yuyilgan bir o'rin. Mushuni mukammal qilishdan iborat. Barmoqni aralasak, yuyilgan o'rin mukammal yuyilgan bo'ldi.
ولقوله صلى الله عليه وسلم خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم. Barmaqlarning oralarga jahannam o'ti tutishdan ilgari barmoqlarni aralanglar degan shunday bir rivoyatni kelibdi. Bu hadismi aciz. Lekin bu kitobda bir masalaga, bir mazmunga dalil qilib aciz hadisni ekib qo'ygan ahvolda buning dalili cho'qim aciz deganligini bildirmaydi. Sahih dalillar bo'lishi mumkin, lekin fuqaholar tasavvur qilib o'z yodlagan bir muncha hadislardan sahih mazmundagi bir hadis bo'lsa-mu, o'zining isida qolgan hadislarni ekildigan bo'lg'achqa hozir aciz hadisni ekeldi, lekin mushu mazmun haqida sahih hadis bor. Masalan, Laqit ibn Sabra rivoyatida va khallil baynal asabi' Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah rivoyat qilgan hadis va khallil baynal asabi' deb buyurgan. Bu rivoyatni Shayx Albani sahih degan. Barmoqni aralash. Hozir soqolni aralash chuyda qo'lni yuvgan chog'da barmoqni bunday qilib orliqlarni aralatish. Nima bu hozir qo'lning barmoqi yo putning barmoqi demadi. Ulamalar qo'lning barmoqi, putning barmoqi deb ayirib baqqanlar. Fi mahallihi fard. Mahallil fard demak. Mesela qo'lni yutdik. Bu farz bir yuyishning o'rnitdi. Endi bu orliqlari chalqanmasin deb biz uni to'liqlab yuymaymiz deydi. Endi to'liqlash bo'lgandan keyin buning hukmi sunnat bo'ldi demak. Qala va taslithul ghasl. Hamda ashtardagan chog'da yuyilgan o'rinlarni yuvgan chog'da 3 qatimdan yuyishmi sunnat. Fal wahidatu fardun. Demak, bir qatim yuyish farz. Shu oyatda tagsilu deb buyurg'achqa bir qatim yuvsak farz ado bo'ldi. Va thalithatu sunnah. Uchinchisini to'liqlab yuvsak, bu sunnatni ado qilgan bo'lamiz. Va thaniyatu dunaha fil fadila. Ikkinchisi sunnatdan tuvarrak turdi fazilatda. Lekin ikkinchi, uchinchisi sunnat desak bo'ldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qatimdan yutar tag'an, 2 qatimdan yutar tag'an, 3 qatimdan yutar tag'an. Vaqila as-saniyat sunnah. Mana ikkinchi qarashda ikkinchisi sunnat deyilibdi. Uchinchisi bo'lsa ikmal sunnah. Uchinchisi sunnatni to'liqlashdan iborat deyilibdi. Va asluhu al-hadith al-mashhur. Asluhu degan ibora daliluhu degan ma'noda. Mush asl degan so'z fiqh kitobida usul fiqh kelsa dalil ma'nosida keladi ba'zida. Ba'zida maqis alayhi degan ma'noda keladi. Masalan biz qiyos qilgan bo'lsak, ma'nosini anasiga o'xshatgan bo'lsak, aslidagi hukmini bildigan o'sha narsa al-asl bo'ldi. Niyadam daliluhu al-hadith al-mashhur. أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. من تعتلشم من مشو من الجر كبيغمبرلارن مو تعتلشم شنداق دب كوست قوغان مش روايتنا كبتو. Yani مش روايت aşağıda wudu'i degan ibora bilan birga qetib desak ojiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 3 qatimdan olgan rivoyati hadis kelgan Buxoriy Muslimda. Va ma ruya anna Uthman ibn Affan radiyallohu anhu tawadda'a bil maqa'idi faghasala wajhahu thalathan wa yadayhi thalathan wa masaha bi ra'sihi marratan wahida wa ghasala rijlayhi thalatha wa qala hakadha tawadda'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana yada akagan Hazrat Osmonning rivoyati bu muttafaqun alayh. Sayyid iskagan. Buni va ma ruya deb ibora surishga toza munosib emas. Hazrat Osmon xalifa vaqtida shu maqoid degan joyda, bu bir mahallaning ismi bo'lishi mumkin yoki shu masjiddan chiqqan joydagi unda o'tirgan palampaydak yoki peshtaxtak qilib qo'ygan kishilar bilan ko'rishib paranglashib o'tirishga tayyorlangan bir o'rin bo'lishi mumkin. Ikki xil ehtimollik bor. Shu yerda o'tirib, tartilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunda tartag'an deb sunnat kelgan bo'yicha tartilishni ko'rsatib qo'ygan. Demak, mush rivoyatga asoslansak, salatan degan
3 qatimdan yuvishning sunnatga musayyadisidan chiqadi. Qala va yustahabbu fil wudu'i an-niyyatu wat-tartib. Hozir taharatning sunnatlarini bayon qilib kelib, mustahab bo'ldi deb iborat surdi. Bu balki Hanafi mazhabda niyat bilan tartibni mustahab deb qaraydigan ulamolar bo'lg'achqa yoki sunnat mustahab deb taraddudda qolg'achqa bunda iborat surgan bo'lishi mumkin. Tartagan chaqda niyat va tartib mustahab bo'ladi. Amaliyotda bu sunnat qatoridan. Liyaqa qurbatan. Yani bu bir ibadet. Savab oldigan bir ibadet bo'lish uchun cho'qim niyat bo'lish kerak. Lekin Hanafi mazhabda niyat bo'lmagan taqdirdami taharat bo'ldimi? Taharat bo'ldi. Hisob. Qashonlar namoz o'qisang bo'ldi deydi. Lekin taharatning o'ziga ayrim bir savab berilmaydi. Ya'ni bunun farqi shu. İnnemal a'malu binniyat degan hadisni savab berildigan shunda bo'lish uchun niyat bo'lish kerak deb tushunadi Hanafi mazhabdagilar. Yana shu oyatda niyatning gapini qilmagan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas-solati faghsilu wujuhakum. Ya mush oyatda niyatning gapi yo'q. Unda bo'lgan ekan bu mustahab bo'ladi yoki sunnat bo'ladi demoqchi. Wa li yakhruja min ahdatil fard bil ijma'. Yani bil ijma' degani boshqa mujtahid olimlar niyat qilish farzda deb qaragan bo'lg'achqa hammalarning qarashida ibodatni joyida ado qilib gadindan saqit qilish uchun niyat qilib o'tish yaxshi. Ya'ni bu xurujan minal xilaf degan ma'noda. Ahdatul fard bil ijma'. O degan mas'uliyat degan ma'noda keldi. Yani farz gadindan saqit bo'lish uchun desak bo'ldi. Wa kaza tustahabbu al-muwala. Al-muwala yoki al-wala deb qo'ydi yoki al-vila deb qo'ydi. Arqa-arqadan ulab qilish. Orliq bermaslik. Masalan, yuzni yuvib, kirib telefon so'zlashib, undan keyin qo'l putun yuvadigan. Yoki orliqda chay damlab o'tib, bizdan o'tirib o'tib, ondan davomlashtirgan. Manda ish bo'lmasin demoqchi. Wa huwa alla yashtagila bayna af'al al-wudu'i bighayriha. Yani muala deganni bunda izohlabdi. Taharat faoliyatini qilayotgan chaqda qo'l yuvish, yuz yuvish, yuvish masalan, masx qilish shu orliqda boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmaslik. Ba'zi ulamolar bir yan yuvgan bo'lsa, shu ya qurib bo'lguncha og'dan ulab yuvish deb izohlaganlar bor. Wa laysa zalika bi fard. Yani shu al-muala farz emas. Liqavlihi ta'ala idza qumtum ila as-salati faghsilu. Mush oyatga asosan farz emas. Min g'ayri ishtiratihima. Yani vajil istidlal. Bu oyat qanday dalil bo'ldi desa, mush oyatda oq-oqidan ulab qilishni shart qilmagan. Min g'ayri ishtiratihima. Yani ishtirat at-tartib wal muwala demak. Hozir ikkilisga dalil bo'ldi ekan. Tartib bilan yuvish bilan oq-oqidan ulab yuvish farz emas. Chunki mush oyatda buni shart qilmagan demakchi. Wa li annahu dhukira bi harf al-waw. Yana qo'shimcha dalil lug'at tarafidan. Yoki usuliy bahs bu. Oyatda yuzga o'rinni bir-biriga vav harfi bilan atf qildi. Wa innaha lil jam'i. Vav degan lug'atshunoslarning qarashida ikki narsani jamlashni bildirdi. Unda ortiq narsa bildirmaydi. Bi ijma'i a'immatin nahvi wal lughati. Nahvshunoslar, lug'atshunoslarning hammalarining birdek ittifoqi bilan, ijmo' qilishi bilan vav harfi ikki narsani jamlashni bildirdi. Naqlan an-Sirafi. Bu ijmo'ni hozir naql qilgan nahvshunos, lug'atshunos olim Sirafi dedi. Sirafi naql qilgan, Abu Ali al-Farisi naql qilgan va uningdan boshqa lug'atshunoslar naql qilgan. Vav li mutlaqil jam' dedi. Yani bu harfninki nimalar dalolat qilishi usul fiqhda bahs qilingan masala. Bu Sirafi kim? Abu Sa'id al-Hasan ibn Abdullah an-Nahwi al-Qadi. Bu hem nahvshunos, hem qozi, hem qiraat olimi.
Hijriye 375-yili vafot bo'lgan katta imomning birisi ekan. Bag'dodda 50 yil fatvo bergan ham qozilik qilgan olim ekan. Sibawayning kitobini sharh qilgan. Undan boshqa Axbarun Nahviyin wal Basriyin, Al-Waqf wal Ibtida degandek nurg'un kitobni yozgan. Mush olim nahvshunoslar, lug'atshunoslarningki vav limutlaqul jam' deganligiga ijmo kelganligini naql qilgan. Abu Ali al-Farisiymo shunday naql qilgan. Lekin undan boshqa mesela Al-Farra va Sa'lab va Abu Ubayd degandek ulamolardan bu tartibni bildirdi deganda qarashlar rivoyat qilingan bo'lishi mumkin. Endi u vav masalasi nereden kelib chiqdi desak, oyatda badanning ba'zi a'zolarini yuvishga buyurgan. Faghsilu wujuhakum deb yuzdan boshlagan. Bundan keyin boshqa a'zolarni bayon qildi. Va aydiyakum va arjulakum degandek. Shuni vav harfi bilan atf qildi. Lekin mush atf qilish hozir cho'qim manjub bo'lgandan keyin andan manjuyishingiz kerak. Ilgari keyin qilsangiz bo'lmaydi deganlikni bildiramsiz. Yo'q. Ilgari keyin yoki tartib buni bildirmaydi. Mush ishlarning hammani qil demoqchi. Buyurilgan yerning hammani jo'g'an demoqchi deydi. Masalan, bozorga borib, non go'sht sotib oling deb buyurgan bo'lsa, bozorga borgandan keyin nonni burun sotib olamdi, go'shtni burun sotib olamdi, ikkilisini sotib olsa baribir o'xshash demoqchi. Masalan, Qur'on Karimda vasjudi varka'i dedi. Asli ruku burun kilitdi shunama. Vasjudi varka'i. Yani ba'zi oyatlarda vadkhulul baba sujjadan va qulu hitta. Yani bir oyatda va qulu hittatun vadkhulu. Yani shu bir voqealikda ikki ishni ilgari keyin qilgan oyatlar bor. Unda bo'lgan ekan, u mutlaqul jam'ni bildirdi. Mushqarash kuchli qildi. İcma desek, şu hesap eğer icmamız cumhur şunda karar desekmi, yanlar kuchli. Lekin hamda mush oyatda tartibni ko'rsatmadi desek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taat olgan chaqda ashunda tartib bilan izchil ashunda olganligi isbotlanib qolsa, bu chaqda sunnat. Lekin ba'zi rivoyatda sayyidisda ikki putni yutib bo'lib, ondan başka judu degandek bir ilgirkilik bo'lg'achqa, Hanifi mazhabdagilar sunnat mustahab deganda taraddud bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Va ziyadatu ala an-nass nasxun. An-nass ash oyat shu. Endi ziyada ala an-nass deganimiz mush tartib, muvala deganni qetib qo'yishimiz. Bu xuddi ash oyatning mazmunini biz bir qismini hozir amaldan qoldirib o'tgandek. Xuddi oyatda masalan mush azonni jusani buldu desa, biz mush azonni jub tartib bilan oqidan jumg'anni hisobga olmagandek bo'lib qolamiz. Navonkin bu o'sha oyatning bir qismini hozir amaldan qoldirib o'tishdan iborat bo'lib qoldi. Oyatga bir mazmunni qetib qo'ysak, demakchi. Bu ko'pincha Hanifi mazhabiningki qoidalari. Usul fiqhga munosabatlik tadqiqot. ولا يجوز نسخ الكتاب بالخبر لأنه راجح. الخبر مش هذا حديث demoqchi. الكتاب قرآن كريم. Usulü bahsi olgan ekan, الكتاب قرآن كريم. Yani Qur'on Karimning oyatlarini hadis bilan amaldan qoldirishga bo'lmaydi. Nima uchun desa, bu Hanifi mazhabiningki qarashlari. Nima uchun desa, chunki oyat rajih. Yani rajih degani qat'iyatu thubut demakchi. Mush oyat bizga isbotlanishi bunda hech qanday ehtimollik yo'q. Lekin hadisda shu balki ojiz rivoyat bo'lishi mumkin, balki Rasululloh demagan bo'lish ehtimoli bor. Navon ekan, bu ojiz narsa kuchlikni amaldan qoldirolmaydi demakchi. Buni usul fiqhda o'qiysizlar. Va qila innahuma sunnatan. Bu ham Hanifi mazhabidagi qarashlarning biri. Yuqorida mustahab degan qarash, ikkinchisi at-tartib wal muvala, ikkinchisi sunnat degan qarash va huwa al-asah. Sunnat degan qarash shu to'g'riroq. Al-asah degan fiqh atalg'u bir necha qarash va hammasi sahih, lekin ma'vo hammadan to'g'riroq, hammadan jalliqroq demakchi. Agar sahih deb qo'ysak, uni muqobili fasid bo'ladi.
Yani bekle aciz bo'libdi. Nima uchun bu jallayaq desak, limuvazabatihi sallallohu alayhi vasallam alayhima. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asosan olgan tarixlarni hammada ash tartib bilan oraliqni uzib qo'ymay tarat olgan. Lekin Sahih Buxoriyda bir rivoyatda jupulab, undan keyin boshqa degan rivoyatmi bor. Bir rivoyatda shunday kelgan. قال والتيامن لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل. Ondan başlap yuyuşma tartağan çağda sünnet. Çünkü hadiste Resulullah bunda degandir. İnnallaha yuhibbut tayammum fi kulli şey. Allah Teala her işte ondan başlaşını yaxshi ko'rdi. Hatta at-tana'ula va at-tarajjul. Hatta kash kiyishdimi, chach soqolini maylab tarashdimi. Tarajjul degan maylab tarashni ko'rsatdi. Ma rivoyat sahih emas. Yani Allah Teala yaxshi ko'rdi degan manda rivoyat sahih emas. Lekin ondan başlasının sünnetlikə sahih delil var. Yani bunda hadis yok aslında. İnnallahu yuhibbu tayammum fi kulli şeyde. Lekin sahihinde kelgan hadisde Hazreti Ayşe radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yuhibbu tayammum fi kulli şey. Fi tuhurihi ve tana'ulihi ve tarajjulihi deb kelgan. Tartilishida, kash ya oyog'ini kiyishida, chach soqollarini tarab maylishida ondan başlaşını yaxshi ko'rdi degan. Undan keyin sahih dalilga tayangan sunnat. Ve mashhur raqaba gadanga masx qilish. Hanifi mazhabda bu sunnat demakchi. Qila sunnah va qila mustahab. Hanifi mazhabda sunnat deganlimi bor, mustahab deganlimi bor. Yana bid'at deganlimi bor. Maktabda 3-chi qarashni bayon qildim. Yani Hanifi mazhabning ichida 3 xil qarash bor. Yadanga masx qilinish sunnat yoki mustahab yoki bid'at deb 3ga bo'linib ketgan. Ama şu yadanga masx qilish masalasi Hanifi mazhabdagi bir qarashda, Shafiy mazhabdagi bir qarashda mustahab deyilibdi. Yani ko'pchilik olimlar, yani Hanifi mazhabdimi ba'zilar mustahab bo'lmaydi deb qarab. Yani mustahab bo'lmaydi degani nima demakchi esa ba'zilar makruh deydi, ba'zilar bid'at deb qaraydi. Günah oldu demekçi. Çünkü bu ibadette şeriat ko'rsatmagan bir xil şekilde yeni bir ishni paydo qilib olish bo'lg'achqa bid'at demekçi. Lekin endi bu ish hadisda isbotlanganmi? Ba'zilar shunday hadislar kelgan. Hadisda bor deydi. Masalan, İmam Ahmad Abu Davud rivoyat qilgan hadisda anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masaha ra'sahu hatta balagal qadala ve ma yalihi min muqaddamil unuq. Qadal degan shu gadanni demakchi, bo'yanni. Va bo'ynining o'sha oldi tarafiga qadar masx qilayotgan degan rivoyat. Bu rivoyat ojiz. Ojiz bo'lg'achqa Imom Ibn Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'adda shu gadanga masx qilish masalasida sahih hadis kelmagan degan. İmam İbnül Mulaqqan marfu holatda, yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbat qilingan bir rivoyat yo'q, lekin ba'zi salaflar qilgan eshitmadik. Yani Hazrati Abu Hurayra qilgan bo'lishi mumkin. Hazrati Abu Hurayraninki tartag'an chaqda keynakdan oshirib, davomlashtirib, butun jug'an chaqda o'shqidan olib, butunning uch tarafiga qadar oshirib, tartilib, man arada an yutila ghurratahu falyaf'al deganligi Sahih Muslimda bor. Yani qiyomat kunida Rasulullohning ummati taratning asridan peshonlari, shu qo'l putlari, yani jug'an yerlar nurona holatda qubdi. Shunga shu nurona badanni texmo kengaytib tarat alosi ason degandek so'zni qilib Hazrat Abu Hurayra, bu Rasulullohga mansub qilgan bo'lsa, Abu Hurayraning so'zlari o'zi shunda tushunib odat juda yerdan ortiqroq qilib jurgan. Endi mana gadanga masx qilishmi? Bu boshni masx qilish bo'lgandan keyin boshning oq tarafiga opirib, yana old tarafiga qilish bo'lgandan keyin gadan bo'yan bu soch bilan tutash bo'lg'achqa sal pasrak kirib yotsa gadanga masx qilish bo'lib ketadi.
Bundan keyin buni xulosalasak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi gadinga unda bir masjid qilgan ahvol isbotlanmagan. Bu sunnat hisoblanmaydi, mustahab bo'lmaydi, balki makruh bo'lishi mumkin yoki bid'at bo'lishi mumkin. Bizning diyorimizda lekin gadinga masjid qilgan ishlar kengroq topilgan. Hanefi mezhebida taharetni tertip bilen ilişki sünnet gibi bundan olsa mesela taharet alanda usul yok tertip bilen almayı mesela yüzü cümaydan bilen zikretler olsa baş kâge yardım başlayıp ilişkilenme ya başına mı başlayıp? Ya aziram demiş tertipki ra'y qilmasak sunnatni tutmagan bo'ldik. Lekin taharet esa ba'zida masalan o'tak kiydigan manda chag'ilda putni yuvitib, undan keyin o'takni kiyitib, uni qo'lini yuzini yuvib qildiğaşkı düşkep qilishi mumkin. Ama shunda bir zurul ahvol bo'lib qolsa mayli. Bundan boshqa chag'ilda tartib bilan yuyamiz. Bizga tarataganda masjidlarni unutib buni lekin ketgan bo'lsa, isimiz kelganda kelib o'sha masjidlar bilan boshqa ishlar qilmay qilsak bo'ladi. Ha, bo'ldi. Ya'ni shu tartib farz demagan ekan, tarat hisob bo'ldi shunda. Lekin sunnat ado bo'lsin desak, qaytadan boshlaymiz. Yangi boshlaymiz. Kage yerden emas, yangi boshdan. Yoki qap qolgan qismini emas, unutib qolgan qismini yangi boshdan tartasak sunnat ado bo'ldi. Lekin shu qap qolgan qismini ya kage yerdan qilib qolsak, farz ado bo'ldi, sunnatga rioya qilmagan bo'lamiz. Lekin hamda boshqa Imom Shafi'dek ulamolar shu muvala tartibni farz deb qarag'achqa, ashulning qarashida bu to'g'ri tartag'an bo'lishimiz uchun baştan başlab ilerletsek talash dairesinden chiqib ketgan bo'lamiz. Yani sünnet tarifi usul fiqhida qilsa savob, qilmasa jazolanmaydigan deb ta'riflaymiz. Mustahab, sunnat, mandub yoki rag'aib mushuning hammasi shu doiraga kirdi. Usul fiqhidagi ta'rif shu. Lekin va fiqhida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taşmay izchil qilgan ish sunnat bo'ldi. Bu sunnatni isbotlashdiki yo'l desak, bu qilgan qilmaganligiga jazo yoki savob berish haqida deyilgan ayirish. Agar tozalash kerak bo'lib qilib, 3 qatimdan ortiq yumsaq tozalmagan bo'lsa, 4 qatim, 5 qatim tozalanish emas. Lekin pokiz bo'lsa 3 qatimdan ortiq qilish bid'at oldu. Eğer mesela biraz anlık mesela şu dilekten şumayla dışarıda stakette anlayarak yarıya yetki vakti şu kayıtından yüz yüzden başlamay dilekten başlamay anlayarak dışarı kayıtı meseleleri andan tutma kayıtı yüzden bağlı sünnetlerde alınan bulandı ya terzi yapalım. Kayıtta beşirmesi kılamdık mı bunu? Kıldı. Hakisi bu? Kiriye. Lekin mustahab hamda mesela sünnetne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izchil kelgan ish desak, mustahab bilan mandub izchil qilmagan ish bo'ldi. Yoki ba'zi ulamolar shu masalada kelgan dalil bo'lmasa-mu, umum dalilga tayinib turib bekitga hukm bo'ldi. Masalan, kan yuhibbu tayammum fi kulli shay dedi. Boshqa masalan shu hadisga kelgan tarajjul tana'ul degandek boshqa ishdan bir ishni akab turib, ma'ishni o'ngdan boshlash desak, bu mustahab bo'lishi mumkin. Lekin Rasululloh o'zi masalan ma'ishni o'ngdan boshlaydi desa, bu sunnat bo'ldi. Yoki ba'zida qilib, ba'zida qilmagan bo'lsa, bu mustahab bo'ldi. Davomida bu sunnat hozir mustahab, mandub, rag'aib deymiz masalan. Undan boshqa ba'zi mazhabda yana nashxil ayrıydı buni. Mushlarning hammasi usul fiqhidagi shu qilmasa jazolanmaydi, qilsa savobli ish degan doiraga kirdi. Mustahab. ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز. Tartağın çağda başqalarının yardım, başqalar tayinib turib tartilish makruh deb. Bu ham aş tartağın çağda azalını yuyishdiki gap ma'lum. Tartning sirtga masalan biraylan chaynak suv kelibdi cho'g'inda masalan. Manda bir xizmatni qilsa makruh bo'ladigan tarafi yo'q. Lekin tartağın çağda qo'limni yuvib qo'ygan, putimni yuvib qo'ygan deb manda nima qilsa makruh bo'ldi.
Lekin uzrlab qolsin, kasal bo'ldi, yashinib qolgan kishi, bunda ahvolda bo'lsa makruh emas. Liyakuna a'zama li thawabihi va akhlasa li ibadatihi. O'zi qilsa, boshqalar qildimay, savobimi katta bo'ladi, ibodatmi xolis qilgan bo'ldi. Va yusalli bi wudu'in wahidin ma sha'a min al-fara'id va an-nawafil. Bir taharat bilan xohlagancha farz namozlarning nechini, nafl namozlarni o'qiy oladi. Biz yuqorgi oyatda buni bayon qilib o'tgan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas-solati deganda biz namoz o'qimoqchi bo'lib, taatni yo'qlab qolsa, taat ishonma farz degan mazmunda tushungan. Lekin tarat bağlab qolsa, tarat amsin bo'ldi. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق 4 صلوات بوضوء واحد. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Xandaq gazeti bo'lgan shu kunda 4 namozni bir tahorat bilan o'qigan. Ya'ni Makka fathida shunda qilgan bo'lishi mumkin. Hazrati Umar Rasulullohdan so'rab, siz hech qachon qilib boqmagan bir ishni qilib qolgan degan chaqda amdan fa'altuhu ya Umar degan. Men qasdan shunda qildim. Ya'ni shunda o'qisimi bo'ldiganligini ko'rsatib qo'yish uchun, uqtirib qo'yish uchun tahoratni yanglamaylam bir tahorat o'qidim demoqchi. Dersimiz şeygiç bo'lsin. Shunga yalbama. As-Sirafi Abu Sa'id Al-Hasan ibn Abdullah An-Nahwi Al-Qadi. Bu kishi Bag'dodga Rasafa degan joyda 50 yil fatvo bergan kishi ekan. 50 yil fatvo bergan, birar so'zda, birar fatvoda xatolashmagan. Qozilik qilgan 365-yil vafot bo'lgan. O'zida taqvodor, qo'lida kasb qilib turmushini qamdab ekan. Har kuni 10 varaq kitob ko'chirar ekan. 10 varaq kitob ko'chirib, 10 tanga ish qilib, shuni turmushini qamdab ekan. Siraf degan bu bir joyning ismi. Shu Irondagi bir shahar bu. Shu yerga mansub qilingan. Sibawiyning Al-Kitobni sharhlagan Akhbar an-Nahwiyin wal Basriyin degan kitobi va Al-Waqf wal Ibtida degan kitobi bor. Nahvda, lug'atda, qiroatda, fiqhda yetishgan olim ekan. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.